Hech oshxonada nasib so'rayotgan paytingiz xayolingizga mana shu qo'limdagi pichoqni kimgadir tiqib olsamchi, qaysidir yaqinimga zarar yetkazib qo'ysamchi degan g'alati fikr o'tganmi? Yoki baland binoni derazasidan o'zimni tashlab yuborsamchi degan fikr o'tib o'zingizni derazadan olib qochgan yoki mashinada rulda ketayotgan holatingizda rulni shap-shapga burib yuborsam, qarama-qarshi tomonga o'tib ketsamchi nima bo'ladi yoki qilib qo'ysamchi degan qandaydir qo'rquvli fikrlar o'tganmi? Agar sizda ham xuddi shu fikrlar o'tayotgan bo'lsa, siz o'zingizni jinnimanmikin yoki bir qandaydir qotilmanmikin, ichimda qandaydir jin bormikin yoki qandaydir yashirin maxluq bormikin degan qo'rquvlar paydo bo'layotgan bo'lsa, qo'rqmang. Bular hammasi sog'lom odamda bo'ladigan jarayon. Hozir men bularni nimalar bo'lishini tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu holat shizofreniya emas, qotillik ham emas. Buni nomini psixiatriyada kontrastli OKB deyiladi. Ya'ni OKB obsessiv kompulsiv buzilish. Obsessiv kompulsiv buzilish ikkita katta turga bo'linadi. Birinchisi o'sha harakat bilan amalga oshadigan, ya'ni sizga yopishqoq fikr keladi. U fikrdan qutulish uchun siz kompulsiyani amalga oshirasiz, ya'ni harakatni amalga oshirasiz. Misol uchun, qo'lingiz kir degan fikr o'rnab qolgan, ifloslangan qo'lni yuvish bilan, qayta yuvish bilan. Lekin kontrastli OKBda asosan fikrlar, qo'rquv va o'sha holatni to'xtatish va qochish bilan amalga oshadigan jarayon. Bu holatni hozir ilmiy jihatdan sizga tushuntirib beraman. Bu holatda nima bo'ladi? Inson ko'p vaqt davomida qo'rquv, xavotir, stress bilan yurgan paytda miyasi doimiy, ya'ni miyadagi qo'rquv markazi deymiz, qo'rquvga javob beradigan joy bor, amigdala degan miyaning qismi bor. Mana shu doimiy xavotir bilan yashaydi. Ya'ni atrofdan doimiy xavf qidiradi. Nimadir bo'lib qolmasmikin, nimadir noto'g'ri, yoqimsiz narsa bo'lmasmikin, xavfli vaziyat bo'lib qolmasmikin degan qo'rquvli vahimada yashaydi. Endi shunday holatlar bo'ladiki, orada atrof tinch, hamma yoq osuda, hech qanday sizga xavf yo'q, uyda o'tiribsiz, xotirjamsiz, shovqin yo'q, boshqa yo'q. Endi shu holatda miya xavfni ichkaridan qidirishni boshlaydi, ya'ni sizni ichingizdan. Ichingizdan qidirayotganda ham miya eng qo'rqinchli, siz uchun qadrli bo'lgan narsalarga urg'uni berib tekshirib ko'radi. Misol uchun, yaqinlarimga ziyon yetkazib qo'ymaymanmi? Farzandlarimga qandaydir zarar berib qo'ymaymanmi? Yoki pichoq bilan atrofimdagilarga zarar berib qo'ymaymanmi? Nimadir qilib qo'ymaymanmi degan yoqimsiz, qo'rqinchli fikrlar kelishni boshlab qoladi. Bu kontrastli OKB deyiladi. Bu holatda eng ahamiyat beradigan eng muhim nuqta shuki, siz mana shu holatdan qo'rqyapsiz. Agar bu holatdan siz qo'rqmaganingizda edi, men sizni psixiatrga borib ko'rining yoki shizofreniya alomatlari bor. Siz o'zingizni nazoratda ushlab turadigan yoki biror kimning oldida qarab turadigan holatda yashang dedim. Lekin sizda qo'rquv bormi? Bilingki, qo'rquv bor joyda, demak, miyangiz o'sha narsani qilishdan qo'rqadi. Qo'rqqani uchun ham bu narsani sizga ko'proq beradi. Agar siz bu narsadan birinchi marta berganda qattiq qo'rqadigan bo'lsangiz, miya shuni ushlab oladi. Endi shu holatga qaytib tushmaslik uchun shu fikrni tezroq berib turishim kerak. Shunda mana shu ishlarni qilib qo'ymaydi degan noto'g'ri fikr shakllanib qoladi. Shuning uchun bu holatdan qo'rqishga umuman hojat yo'q. Bu miyangizda kelayotgan fikrlar xolos. Inson miyasidan bir kunda millionlab, minglab fikrlar o'tadi. Lekin hammasini ham amalga oshira olmaymiz-ku, to'g'rimi? Hammasini ham qila olmaymiz-ku. Bu holatdan xuddi shunday. Miyangizga fikr kelaveradi, o'tib ketaveradi, kelaveradi, o'tib ketaveradi. Biz unga qanchalik e'tibor berishimizga bog'liq. Biz qancha uni muhim deb hisoblasak, fikr o'sha yerda to'xtaydi va amalga oshishga yoki sizni band qilishga harakat qiladi. Endi buni oddiy holat deb qabul qilsak, kelayotgan bir jinicha fikrda shunaqa bemaza fikrlar ham kelib qoladi deydigan bo'lsak, bu holat o'z-o'zidan o'tib ketishni boshlaydi. Agar sizda ham shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, mana shu mashqni qilib ko'ring. Agar bu mashq yordam bermaydigan bo'lsa, siz psixoterapevtga uchrashingizni maslahat beraman. Psixoterapevt, klinik psixolog, psixoterapevt mana shu holatdagi asosiy qo'rquvni ildizini topib turib yoki bizni miyamiz oldindan bashorat qilayotgan qo'rquvlarni topib turib, ana shu narsalarni o'chirishi, tozalashi orqali, qayta ishlashi orqali bu holatni yo'qotsa bo'ladi. Bu tuzaladigan ruhiy buzilish, ruhiy kasallik emas. Eng muhimi, siz bu holatdan qo'rqyapsiz. E'tiborli jihati, aqldan ozgan insonlar yoki psixopatlar yoki
qotillar mana shu ishni qilishdan zavq oladi. Masalan, aqli ojizlar buni bilmasligi mumkin, o'zi nima qilayotganini bilmas, lekin qotil yoki shunga o'xshash psixopat insonlar bu narsalarni qilishdan zavq oladi. Lekin sizda bu eng asosiysi qo'rquv bor. Qo'rquv bormi, demak hech narsadan qo'rqmang. Bu holatni siz hech qachon qilib qo'ymaysiz. Sizda faqat doimiy qo'rquv bo'ladi. Mana shunday bo'lib qolsam, shunday qilib qo'ysamchi degan qo'rquv bo'ladi. Agar bu video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutaman. Psixoterapiya seanslariga yozilish uchun quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishingiz mumkin.